Toshkentda yangi talabalar shaharchasi quriladi va 2 oliygoh ko'chiriladi. Gap shundaki, Toshkent kimyo-texnologiya instituti hamda Mendeleyev nomidagi kimyo-texnologiya universitetining Toshkent filiali yangi tashkil etiladigan kimyo sanoati innovatsion klasteri hududiga ko'chiriladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida 60 gektar maydonda kimyo sanoati uchun innovatsion ilmiy ishlab chiqarish va ta'lim klasteri barpo etiladi. Mazkur hududda ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy laboratoriyalar va startap loyihalarini birlashtirgan yaxlit tizim yaratilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Janubiy Koreya bilan hamkorlik kimyo texnologiyalar innovatsiya markazi tashkil etiladi. Markazda amalga oshiriladigan tajriba sinov ishlari xarajatlarining 50% qoplab berilishi belgilangan. Kelgusi yil yakuniga qadar Toshkent kimyo-texnologiya instituti va Mendeleyev nomidagi universitetning Toshkent filiali aynan ushbu klaster hududiga ko'chiriladi. Mutaxassislar bu ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha oliygohlarning ishlab chiqarish korxonalari va ilmiy markazlarga yaqin joylashtirilishi ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.